Jonkalarim, sizlarni tillarni qimmat o'qiyotgan. Ham biz o'sha toychorlik qimmat olgan. O'tiring chiqani. Men sizga brilliantlar olib kelganman. Qimmat qilib hisoblab bering. Da ko'ryapman, 750 probadagi brilliantlaringiz bor ekan, ha? Va boshqa izdelanlaringiz. O, Pantera o'zingiz o'xshar ekan. Bu yerda hammasi 750 proba ekan, qolgan tillaringiz ham hozir sizga o'xshab hisoblab beraman. 750 probalaringizni bugungi kunda 32.81 bilan 250 dan bilan olib qolamiz 41 millionga. Brilliantlaringiz kelsa, brilliantlaringizni как izdelik qilib grammini 150 dollarlardan olib qolamiz. Agar brilliantli karat, ya'ni butun holatda bo'lsa, ular отдельно hisoblanadi. Hozir 2-3 mm bo'lganiga как izdelik qilib tilingizni общий hisoblayman. 26.6 ekan, 150 dollardan so'mga hisoblasa 48 million 300 bor ekan ekan. Общий hammasi 89 million 350 ming so'm bo'ldi. Shunda hozir meni tillam brilliant bilan bitta vesta hisoblandi. Как izdelar, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Unda zo'r narx. Uni sotasizmi? Rozi bo'lsangiz pulni sanab berardim. Sotaman, yaxshi narx aytdingiz, lekin hammaga qo'shib berasiz, menga ham qo'shib bering. O'zim ham yaxshi hisobladim. Mayli, endi sizni hurmatingiz 90 million tekis qilib beraman, bo'ladimi? Unda holat, sani. Bo'ldi, xo'p, unda bitta 1 2 3 4 5 60 million. Va yana 30 million. Общий 90 million so'm bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Men yana kelaman. Sog' bo'linglar. Ishinglarga och. Bitta paket berasizmi menga? Bo'ldi, xo'p.